Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga ushbu go'zal kun xayrli bo'lsin deya, bugun tavallud kunini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga Yaratgandan sog'lik, kuch, qudrat, farovon turmush, osoyishtalik va oilaviy xotirjamlik ato etishini so'raymiz. Umringiz uzun, rizqingiz mo'l bo'lsin. Alloh ne'mat qilib bergan hayotingiz quvonch, shodliklarga bo'lsin. Yana bir bora tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin deya, tug'ilgan kun egalari tomon qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Azizbek akamiz bilan bog'landikmi? Ha, o'zi bilan. Akajon, kayfiyatlaringizni alomi bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, bemalol, rahmat. Tashakkur. Bugungi shukrona ayyom Allohimga banda Habibimizga chin ummat bo'lib kelgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklayman sizni. Rahmat. Tashakkur, arzimaydi, sog' bo'ling. Ana endi ijozatingiz bilan sizga o'zimni tanishtirsam, ayni daqiqalarda sizga xush kayfiyat ulashgan holda Dilizhorim kanalini yaqinimga tabrik loyiha boshlovchisi O'g'ilxon bo'laman akajon. Bizni loyihamizga sizni tug'ilgan kuningiz munosabati bilan tabriknomalar va dilizxorlari kelib tushgan, birgalikda qabul qilamizmi? Baholasa. Ayni damda sizga kichik bir savol ila yuzlansam, ushbu tabriknomalar sizga qaysi yaqin insonlaringizdan kelgan bo'lishi mumkin? Sizni eslab, hurmat qilib, ardoqlab, bugungi xursandchilik kuningizga yanada quvonch baxsh etmoqchi bo'lgan yaqiningiz kim bo'lishi mumkin? Sendan bo'lish mumkin. Mashalloh, ismlari? Nodiraxon. Albatta, bundan xabaringiz bormidi? Yo'q. Albatta, ularga sherik bo'lib, o'g'lingiz bor ekanlar. Qizlaringiz bor ekanlar-a? Borlar. Aha. Ayolingiz bor ekanlar, Nilufar opamiz va Shoiraxon, Bonuxon qizlaringiz bor ekanlar. Va yana po'changiz ham bor ekanlar, Jahongir akalar. Borlar. Jiyanim degan Javohirbek, Akobir, Mustafa degan bolachalar ham bor ekanlar. Borlar. Ular sizga Allohimdan uzoq umr so'rabdilar. Rahmat, akalarga. Va yana men akajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Akam jannatim boriga shukr deya ta'kidlagan. Allohimdan umringizga uzun umr so'ragan singlingiz Nodira opamiz tomonlaridan qo'ng'iroq qilyapmiz sizga. Agar ijozat bersangiz, singlingizni siz uchun yo'llagan qalbida nig'abiza bo'lar ko'chganing sari samimiy dilizxonlarni o'qib eshittirsam. Mayli. Qabul qiling mendan bir tilak. Samimiy so'zlarim, shirin bir istak. Kuningiz doim omad ila o'tsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum o'zimni suyanchig'im, mehribonim akajonim. Bugungilik shukronalik kuningiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan dunyolarga jar solib, bizga barcha yaqinlarga olam quvonch baxsh etgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan barcha oila a'zolarimiz nomidan sizga uzoq umr tilayman. Sog'lik, salomatlik, sihat salomatlik tilayman. Allohim umringizni, rizqingizni barakatli qilsin. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling akajonim. Suyanchig'im, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Ilohim, biz jigarlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Allohim hamisha sizni qo'llab-quvvatlasin. Doim o'zingizni ehtiyot qiling. Siz bizga juda keraksiz. Onajonimizdan qolgan yodgorimiz siz akajonim. Ilohim, barcha istaklarimizga, orzu niyatlaringizga yeting. Umringiz uzoq bo'lsin. Qayg'u, hasrat nimaligini bilmay yashang. Qadrligim, qadri baland akajonim. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini birgalikda ko'raylik. O'tayotgan har bir oningiz, kunlaringiz omad va topganlaringiz baraka bo'lsin.
oilamiz bilan birgalikda haj safarlarga, Makka tilloqlarga borishlik baxti nasib etsin. Mana shunday baxtli oningiz, shukronalik kuningiz bardavom bo'lsin. Hech qachon mehr oqibatimizga ko'zlar tegmasin. Yomon ko'zlardan Allohimni o'zi asrasin. Ilohim, Allohimni eng suygan bandasi bo'ling. Akajonim, suyanchig'im, sizday akam borligidan faxrlanaman. Boringizga shukr. Oila, ilohim, 100 yoshlarga kirganingizda ham shukrona kunlaringizni nishonlash, sizga tug'ilgan kun tabriklarini yo'llash bizlarga nasib qilsin. Bugun qarshilayotgan yoshingiz ilohim 100 yoshlarga yetaklab kelgan bo'lsin. Ilohim, jannatlarda ham otam, onam, siz va barcha yaqinlar jannatlarda bir oila bo'lib yashash baxti sizni bizga nasib ro'z aylasin akajonim. Deya singlingiz o'z diliqsonlarini yuboribdilar. Rahmat, umr uzoq bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Ko'ynimizni turarsiz so'rab, singiljonim degan mehrga o'rab, umringizga umr qo'shsin yo Rab. Akajonim, sizni yaxshi ko'ramiz. Tutasiz sal egilsak yelka. Sen bor, bizlar yuramiz erka degan, yetaversin omadingiz ko'kka. Akajonim, sizni yaxshi ko'ramiz. Qo'shsin Robbim umringizga umr, baxtni quvib 100 yoshlarga kiring. Yana takror aytaman akajonim, boringizga shukr deya singiljoningiz o'z diliqsonlarini yakunlaganlar. Ayni daqiqalarda suhbatimiz yozib olinmoqda. Ular ehtimol ham yo'llaydigan so'zlaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin akajon. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Sinimda ham uzoq bo'lsin. Lekin niyatlari bo'lsin, niyatlariga erishsin. Bolalarni baxtiga sog' salomat bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Bizni yo'qlasizlar, sizlarni Xudo yo'qlasin. Qiyinchilik bu yo'q bo'lganda ham, doim qorni to'q bo'lganda ham, taxt uchar o'q bo'lganda ham oson emas musofirga. Yotsirayda 4 tomon kunlar o'tar, yaxshi yomon. Sog'inchlarda qiynalar jonin oson emas musofirga. Xonadonim ko'rmasin deb kam, tinim bilmas olmas siradam. Ba'zan bo'lar yostiqlarin ham oson emas musofirga. Akajon, ushbu go'zal kuningiz bilan kanalimiz nomidan ham muborakbod etamiz. Inshaalloh yanagi yilning shu kunida yana bir bora suhbatingizni olish baxti sizni bizga nasib ro'z aylasin. Rahmat. Tashakkur, sog' bo'ling akajon. Rahmat, sog' bo'linglar, ishinglarga rivoj. Rahmat.